5 farzandini o'stirish, erning ovqatini tayyorlash, kir yuvish, non yopish, o'tin tashish, hovli chekkasiga ikkitagina xona solganda eriga qo'shilib loy tepish, g'isht quyishdan tortib qaynona, qayin otalarning xizmatini qilish ham uning zimmasida edi. Eriga har zamonda doktorga ko'rinsammikan, bel qurur og'riyapti desa, eshitadigan bir gapi bo'lardi. Bo'lmaysan, ayolning joni qirqda. Ayol tishini tishiga bosib chidadi. Kasal bo'lishga uning haqqi yo'q. Axir ayolning joni qirqda. Kutilmaganda yotib qoldi. Qishloqdagi tabibning giyohlari ham yordam bermadi. Uni viloyat markazidagi shifoxonaga olib borishdi. Kun sayin ahvoli og'irlashaverdi. Shifokorlar erini chaqirib, uyga olib ketish kerakligini aytishdi. Juda kech olib kelgansizlar. Kasallik tanani yemirib bo'lgan. Tez yordam mashinasida xotinining boshini tizzasiga qo'yib ketayotgan erkak ko'zlari ich-ichiga botib ketgan ayolga qarab yig'lab yubordi. Onasi, ko'zingni och. Sen bizga keraksan. Hali ko'p yashashing kerak. Bolalarni katta qilish, ularni uyli, joyli qilish kerak. Ko'zingni och, onasi. Axir sen ayolsan. Ayolning joni qirqda. Hayot shami tobora so'nib borayotgan ayol ko'zlarini bazo'r ochdi. Qaltiroq barmoqlari erining kuchli qo'llaridan tutdi. Siniq jilmaydi. Dadasi, bolalarni sizga, sizni Allohni panohiga topshirdim. Qizlarimga bir gapni tayin va tayin ayting. O'zlarini asrashsin. Ayting, ayolning joni qirqda emas ekan. Uning ham birgina joni bor ekan. Shu jonni avaylab asrash kerak ekan. Bo'lmasa, u so'zini tugata olmadi. 40-joni uyga yetishga bir necha qadam qolganda joni uzildi.